Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga gullarimni rezultatlarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Gullarim juda ham yaxshi o'syapti. Gullashni boshlagan. Fiyalkam chiroyli bo'lib gullayapti. Monsteram juda ham yaxshi rivojlanyapti. Esingizda bo'lsa, eng oxirgi video monstera haqida edi. Monsterani tuvagini tanlashda qiynalganman. Esingizda bo'lsa, keyin o'ylab mana shu kichkina tuvagini tanlaganman. Bu tuvagni tanlab to'g'ri qilgan ekanman, chunki qaranglar, tomirlari qanaqa chiroyli bo'lib o'rab olib, tuvagimizni почти yarmigacha egallab olgan. Taglarida ham mana juda ham yaxshi rivojlanyapti. Va mana bunaqa chiroyli bitta barg ochildi уже. Mana bu yangi bargligi yarqirab turganidan ham ma'lum. Bundan oldingi bargi mana bu ekib olganimda 3 ta dona edi bargi. Mana 4-bargini yaqinda ochib chiqdi. Juda ham chiroyli, yarqirab turibdi. Buni sababi, bunaqa tez o'sganining sababi mana shu tanlangan to'g'ri tuvagida. Bugun sizlarga yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Gullarimni aptechkasini. Xo'sh, gullarimni aptechkasida nimalar bor? Xilet, jilyasa. Bu gullar uchun juda ham foydali. O'zi 6% ishlatishimiz kerak, lekin men topolmaganim uchun 11%ligini olganman. Ozroqini qo'shaman. Bu ham juda ham foyda beradi. Temir moddasi yetishmasa ham gullaring rangini o'zgartirib, rangi pasayib ketadi. O'shaning uchun bu temir moddasi juda ham kerakli narsa. Sulfat magniy bu ham juda ham kerakli udobreniylardan hisoblanadi. Profilaktika uchun, lecheniya xloroz uchun juda ham yaxshi foyda beradi. Bu ham gullaringni barglarini, rangini yarqilab turishiga yordam beradi. Gumat kaliy. Bu ham shuni bir turi. Men bularni hammasidan olib bir galma-galdan ishlataman, chunki bir safar xilat bersam, keyingi safar bundan qo'shib sug'oraman. Undan keyin har 7 kun, 10 kunda gullarimizni sug'orish kerakligi vaqtiga qarab. Monokaliy fosfat ko'pchilik bilsa kerak, bu narsani gullarni gullashiga yordam beradi. Ayniqsa fiyalkada antirumni ko'proq ishlataman men. Mana bu gumat kaliyni qo'shgan vaqtim monokaliy fosfatni ikkalasini aralash qilib ham qo'shib yuboraman ko'pincha. Chunki monokaliy fosfat hech qachon ziyon qilmaydi. O'zini me'yorida bersalaring juda ham yaxshi rezultatlar bo'ladi. Fitosparinni ham ko'pchilik o'zi biladi. Gullaringni tomiri chiriy boshlaganda fitosparin juda ham tez yordam beradi. Tomirlarini chiqarib olasizlar tuvagidan. Keyin hammasini bitta idishga solib, fitosparinni ham bitta idishga solib olasizlar, tomirlarni solib 1 soatga vanchka qilib qo'yasizlar. Epinni ham ko'pchilik biladi. Gullar o'zini yomon his qilganda boshqa tuvakka ko'chirib o'tganda yordam beradi. Yantarniy kislota ham xuddi shu vazifani stressdan chiqib ketishiga yordam beradi gullarda. Zirkon ham. Bularni hammasidan ochib ishlatganman. Mana bu profilaktika uchun ishlataman. Buni bir oyda bir marta gullarga har xil hasharotlar tushib ketmasligi uchun ishlataman buni. Buni korennik bu gullarning tomirini yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Buni ham ko'pincha monokaliy fosfat bilan birga ishlatib yuboraman. O'zini me'yorida ishlatsalaring hech qaysi ziyon qilmaydi. Bu ham yantarniy kislota lishnisi bilan ko'rganimni olib qo'yganman. Mana bu begomus, bu lekin meni gullarimga yoqmadi. 2 marta mana ishlatganimda уже fiyalkam o'lib qolgan, lekin ko'rsatib qo'ygan. Mana fiyalka uchun mos tushadi deb yozilgan. Fiyalka dekabrist uchun mos tushadi deb yozgan. Buni Wildberriesdan olganman. Odzivlarni o'qib, rosa ham zo'r odzivlar bor edi, lekin
oказывается oziqlar hammasi sotib olingan menimcha, chunki gullarimga umuman yoqmagan, не только fialkamga, boshqa gullarimga ham yoqmagan. Shu udobreniyani solganimda, shu udobreniya bilan sug'organimda gullarim o'zini yomon his qilgan. O'shaning uchun bundan 2 ta butilka olganman, lekin afsus bittasi celый turibdi, ikkinchisidan ozroq ishlatganman. Gullarimga yoqmaganligini sezib, uni отдельно qo'yganman. Eng oxirgisi bu волшебный desam ham bo'ladi. Волшебныйлigi nimada? Universalniy mineralniy удобрение. Bu hamma gullar uchun podходит qiladi. Ayniqsa monsteraga juda ham zo'r tushgan. Monsterani mana shu tovaga ekib olganimda men sirkon bilan mana shu udobreniydan aralash qilib sug'ordim 2 marta. Mana natija katta chiroyli barg, yarqiragan barg chiqardi. Bu gulim o'zi aslida YouTube kanaliga men videorolikda 28-mayda joylaganman, lekin bu videorolikda syomka qilganim 11-mayda syomka qilganman. Ayrim sabablarga ko'ra YouTube'ga o'z vaqtida joylay olmaganman. Svязь bo'lgan vaqtda esimdan chiqib qolgan, esimni borlik vaqtida yana qanaqadir nimadir bo'lib qolib, xullas kechikib joylaganman videoimni. Lekin mana hozir bugun 14-aprel, 11-may, 1 oy 3 kunda kunlik natija bu. Shunaqa chiroyli, svejiy barg. Qolgan gullarim ham juda ham yaxshi. Antiurumlarim mana o'tgan safar ekib olgan antiurumlarim ko'rinib turgan bo'lsa, o'sha mana tomirlari yurishni boshlagan. Mana katta bo'lib tomirlari juda ham chiroyli bo'lib rivojlangan edi. Tuvaklarimiz ham mos tushdi. Men kattarog'mi deb o'yladim, yo'q, u darajada katta emas. Mana bu ham yangi barg chiqargan, yangi barglar bir sararing yarqillab svejiy bo'lib turadi. Mana bu yangi bargi, bunisi eski bargi, lekin bu ham yomon emas, yarqillab turibdi. Chunki mana bu udobreniylarni vaqtida berib turganim uchun. Men hech qachon oddiy suv bilan sug'ormayman. Doim ozgina sug'orish vaqtiga yetib kelganda udobreniyali suvda sug'oraman. Lekin gullarda tomirlari qurib turgan vaqti, tuproq obdan qurigan vaqti sразу udobreniyali suv bilan sug'orish mumkin emas, chunki gullar tomiri kuyib qolishi mumkin. O'shaning uchun ozgina ustiga oddiy suv bilan sug'orib qo'yasizlar, keyin orqasidan udobreniyali suv berasizlar. Bizda tuproqlari sразу qurimaydi, obdan qurimaydi, ya'ni nimaga deganda salqin, kunara yomg'ir bizda unaqa O'zbekistondachalik darajada isib ketmagan, o'shaning uchun gullar spes qilmaydi unaqa qurib qolishga. Mana bu o'tgan safar ko'rsatgan antiurumim. Buni mana 15-martda ekib olganman. O'tgan safargi videoimda kichkinagina edi, ozroqgina o'sdi. 11-mayda syomka qilgan bo'lsam, lekin hali ham ochilmadi bu. Bu nimadan dalolat? Chunki nimadir yetishmayotganligidan. Udobreniylarni vaqtida berib turibman. Yetadi udobreniyalar berganim, lekin quyoshda nuri yetishmayapti. Bugun bizda quyosh chiqdi, necha kundan beri yomg'ir, havo salqin. Antiurum ham quyoshda tikka tushganini yomon ko'radi, lekin svetlik joyda yaxshi ko'radi. O'shaning uchun bulut bo'lgandan keyin ko'rib turibsizlar, mana bizani kvartiramizni tepasida, derazamizda orqasida juda ham ko'p daraxtlar, yorug'lik kamroq tushadi. Hozir quyosh bor tashqarida, lekin u darajada bizga quyosh yetib kelmaydi. Shunday bo'lsa ham gullarim ko'z tegmasin, o'zligini yaxshi his qilyapti shunaqa joyda. Mana bunisi ham mana ochildi, bu ham endi ochilishga tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa bu ham ochilib qolar. Fialkalarim ham xuddi shu ahvolda. Sizlarda bo'lsa mana bu variegatniy bo'lib qolgan dedim. Lishniy suv tushgani uchun bargiga. Bu fialkam ham ochilishni boshladi. Bunga ham ko'proq o'sha monokaliy fosfatdan ko'proq berib turaman, chunki bu yil bo'yi ochilayotgan gul.
O'shaning uchun monokalliy fosfat bilan ko'proq sug'orib turaman bu bilimni. Mineralniy удобрение ham beraman, chunki mineralniy удобрениyalar bargini, ildizlarni sog'lom bo'lishiga ko'proq yordam beradi. Mana bu ikkinchi fiyalkam, uchinchi fiyalkam endi ochilishga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana bu женский шасси. Женский шасси gulim spatifilum deyiladi. Женский шасси ham deyiladi. Mana bu fitilni palivga ekib qo'yganman. Fitilni paliv juda ham yoqyapti bu gulga. Mana tomirlari ko'rgan bo'lsalaring, ipdan tashqari juda ham ko'p tomir turibdi bu yerda. Chunki o'zini yaxshi his qilyapti. Mana aylanib stakanchikda egallab olgan. Buni уже o'tkazish kerak vaqti. O'ylab turibman, yaxshi o'ziga mos idish topsam, albatta buni ham o'tkazdiramiz. Mana qaranglar, yangi ochib chiqqan bargi qanaqa katta. O'zi asli o'zini bargi bunday kichikroqgina bo'lgan, lekin fitilni palivga o'tkazgandan keyin mana shunaqa barglar ochib chiqyapti. Katta bo'lib, yarqillab, chiroyli bo'lib. Antiurumni ham men ekib olganman, hozir ko'rsataman. U ham o'zini yaxshi his qilyapti. O'zi asli antiurumlarga ko'p suv mumkin emas, ildizlari chirib ketadi deydi. Menimcha bu antiurum o'zi suvda turib tomirlagani uchun adaptatsiyada o'tib olib, o'shaning uchun bunaqa почти ho'l turibdi tumun turpog'i. Mana shuning uchun ham bu antiurumim o'zini yaxshi his qilyapti. Mana qaranglar, polna bunaqasi ildizi yurib o'sishni boshlayapti. Mana sog'lom bo'lib ildizlar yuryapti. Mana yana bitta uchinchi ildiz. O'tgan safargi videoyimda 3 ta edi bargchasi, mana bu bargi edi. Mana yana bitta yangi barg chiqargan. Tagidan mana yana barglar chiqarishga tayyorlanyapti. Ko'rinib turgan bo'lsa agar. Tagidan yana barg chiqarishga tayyorlanyapti. Yomon emas, juda ham o'zini yaxshi his qilyapti. Hech qanaqa chirib ketmadi. Agar kimda shunaqa antiurumi bo'lsa, suvga solib ildizlatgan bo'lsa, sразу fitilni palivda ekib ko'ringlar. Natija yomon emas. Mana bu monsteramni mana shu joydan kesib tomirlatganman. Mana bu shu monsteramni onasi hisoblanadi. Kesib, mana bu yerdan kesganimdan keyin mana bunday ko'zchasi bor edi. Bu o'sib kichkinagina bargcha chiqargan edi. O'tgan safargi videoyimda ko'rsatganman. Undan keyin mana bu ham bitta barg chiqardi. Kesiq emas, oddiy barg chiqardi bu. Mana bu monsteram sразу barglarni mana shunaqa chiroyli qilib chiqargan. Bu ham yomon emas. Birinchi chiqargan bargchasi mana shunaqa edi. Mana bu ikkinchi chiqargan bargi уже mana katta bo'lib chiqargan. Bundan tashqari detka berishni boshladi. Bu 2 kun bo'ldi o'sib chiqqaniga. Endi rivojlanyapti bu ham. Bu monsteraga ham ko'proq mana shu mineralniy удобрениyadan ko'proq beraman. Mineralniy tuproqqa ekkanman. Buni ham monsteralar o'zi kimda bo'lsa agar ana shunaqa mineralniy tuproqqa eksalaring o'zligini yaxshi his qiladi. Juda ham tomirlari ham yaxshi o'sadi. Древесный уголь mana bu yerda ko'rinyaptimi yo'qmi, qorong'i bo'lib turibdi ozgina. Древесный уголь mana daraxt ko'miri shulardan aralash qilib, mana bu kokosovый chips bor edi. Aralash qilib ozgina universal turpoq va mineralniy tuproqni aralash qilib hammasini ekkanman. Natija yomon emas. Yana bir gap, agar kimni antiurumi mana shunaqa o'sayotgan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, mana bu yerda hech narsa yo'q, tepasi o'sib ketyapti. Bir xillarga bu narsa yo'qmasligi mumkin. Ko'pchilik pattalab o'sishligini xohlaydi. Mana shu payt mana shu yerdan bemalol antiurumni mana shu joyidan kesib, tepasini suvga solib qo'ysalaring, mana bu yonlardan rosa ko'p detkalar berib antiurumlar chiroyli bo'lib o'sadi. Sразу ekta bo'ladi o'zidan o'zi.
Men o'tgan safar ko'rsatganman, kesganlarimni boshqa tuvakka o'tkazaman deganimni tomirlari chirib ketgan edi, tomirlatishga qo'yuvdim. O'sha vaqt kesib olgan edim. Mana shunaqa tanasi uzun bo'lib ketgan edi. Barglari eskirib qolgani uchun barglarni olib tashlagan edim, lekin mana bunaqa tanasi xunuk bo'lib qolgan edi. Men uni ham o'rtasidan kesib, tepasini tomirlatishga qo'yib, pastini ham отдельно stakanchikka tomirlatishga qo'yuvdim. Tashlab yuborishga ko'zim qiymasdan ular ham rivojlanib, tomirlab chiroyli bo'lgan edi. Nima so'rayapti mendan deb mana shunaqa stakanchikka ekib qo'yganman. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, mana shunaqa, mana bu o'sha mana shunaqa joyi kesib olganman. Tagi tomiri chirib ketgan edi. Mana shu o'rtasidagi, mana poyasi deyiladimi, nima deyiladi, mana shu poyasidan mana kesib olib ekkanman. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana 3 ta detka chiqargan. Mana bu отдельный detkasi, mana bu kichkina отдельный detka, mana bu o'rtadagi 2 ta barg отдельный detka, mana bunisi 3-detka. Mana shu oddiygina poyasidan agar tashlab yuborsam, uvol bo'lib qolaydi bu. Mana shunaqa chiroyli bo'lib rivojlanyapti. Mana bu ham xuddi shundan bitta barg qoldirib kesib olgan edim. Bu ham bergan detka. Bunaqa gullanmandan juda ham ko'p. Adashmasam, где-то 4 dan 5 tasini ekib olganman. Tashlab yuborgandan ko'ra mana shunaqa qilib ekib qo'yib, yaqinlaringga berib olsalaring xursand bo'lishadi. O'zi mendan asli antiurumim mana shunaqa kichkinalik paytida bittagina olganman. 4-5 yil ichida mana shuncha bo'lib ko'payib ketdi. Antiurumimni shu bu yil ajratganim uchun gullashdan to'xtab qoldi. O'zi har yili 2-3 tadan gullab, yil bo'yi turayotgan sortidan. Meni antiurumim juda ham tez o'sadigan sortidan ekan. Ko'pchilikda ko'rganman, videoroliklarda ko'rganman. Bunaqa darajada tez o'smaydi, lekin meni antiurumim tez o'sayotgan sortidan ekan. Bu gullarimni olib ketmoqchi edim. O'tgan safargi videoyimda ham aytganman, olib ketaman deb, lekin buni olib ketish uchun aeroportdan o'tkazish uchun fitosertifikat kerak ekan. Qaysi gul magazindan sotib olgan bo'lsanglar, o'sha gul magazindan fitosertifikat kerak bo'lar ekan. Lekin men bular hech qaysini sotib olmaganman. Hammasini men tanishlarimdan olganman. Kichkinalik vaqtidan katta qilib ko'payib ketgan shuncha bo'lib, o'shaning uchun bo'ladi. Endi unaqa noyob sort emasligi uchun, bu gullar O'zbekistonda ham topilishligi uchun bu gullarni mana shu yerda o'zida tanishlarimga berib, qolganini avitoga qo'yib sotib yubormoqchiman. O'zbekistondan borib, yana xudo xolasa ko'paytirib olish niyatim bor. Albatta bularni tashlab ketish men uchun jalka, lekin iloji yo'q, chunki o'zi migrantlar tinchgina o'tib ketsa o'zi katta gap, hali ku gul bilan. O'shaning uchun bularni shida sotib, tanishlarimga beradiganimni berib, qolganini sotib ketish niyatim bor. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, a'zo bo'lib qo'ying. O'zingizni ehtiyot qiling, o'zingizni. Kommentariyada o'z fikrlaringni yozib qoldiringlar. Может быть, men nimanidir noto'g'ri qilayotgandirman, может быть, nimadir to'g'ridir. Tushunmagan, bilmagan joylaring bo'lsa, albatta yozib qo'ysalaring, iloji boricha harakat qilaman hamma savollarga javob berishga. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' omon bo'ling.